Assalomu alaykum. Men Abduhalilova Shukronani oyisi Go'zalman. Bugun Topik School maktabida tabiatni asrash oyligi munosabati bilan onalar va bolalar ishtirokida juda ham chiroyli musobaqa bo'lib o'tdi. Bu musobaqada biz ajoyib shartlar, bolalarimiz bilan birgalikda bajardik va bolajonlarimiz bilan ko'tarinki kayfiyatda musobaqalarni o'tkazdik. Topik ma'muriyati, ustozlarga alohida rahmat aytamiz. Qizim O'tkirtosh va Afroza Jasurova Topik School maktabiga Pachimchka guruhiga kelyapti. Bugun shunaqa chiroyli tadbir tashkillashtiribdilar. Hammalariga kattakon rahmat aytaman. Ota-onalar ham, bolalar ham juda ham xursand bo'lishdi. Hammalariga katta rahmat deyman. Bundan keyin ham shunaqa tashkillashtirib tursanglar xursand bo'lamiz. Bu bayramda tadbirda biz ota-onalar ham ishtirok etdik va bundan juda ham xursandmiz. Bu bayramda bolajonlarimiz juda ham mazza qilishdi va o'zimiz ham bolalikka qaytdik. O'zimning va oilam nomidan maktab ma'muriyatiga hamda ustozlariga va boshqa tashkilotchi yordamchilarga rahmat aytib qolamiz.